Kunning muhim va dolzarb yangiliklari bilan dunyo yangiliklari o'z ishini boshladi. Zelenskiy AQShni Checheniston rahbarini qo'lga olishga chaqirdi. Rossiya bilan o'ynashmang, Medvedev AQShga javob qaytardi. AQSh Venesuela uchun 3 bosqichli reja ishlab chiqdi. Ramzan Qodirov uni qo'lga olishga chaqirgan Zelenskiyga javob qaytardi. Kolumbiya prezidenti Gustavo Petro AQShning Venesueladagi operatsiyasidan so'ng Donald Trampga qarshi chiqib, "Kel, meni qo'lga ol" dedi. Putin Ukrainada muqaddas topshiriqni bajargan askarlar bilan Rojdestvoni nishonladi. Sedanachi milliy brenddan yangilik. Erkaklar orasida keng tarqalgan muammo tez hojatga chiqish, bel va qorin og'rig'i, kuchsizlik va quvvatning pasayishidir. Bu oddiy charchoq emas, prostata muammosi. Prostamix tabiiy vosita prostata bezini sog'lomlashtiradi, erkak kuchini qaytaradi, sog'liq uchun esa xavfsiz. Batafsil ma'lumot uchun 55 513 99 99 raqamlariga qo'ng'iroq qiling. Zelenskiy AQShni Checheniston rahbarini qo'lga olishga chaqirdi. Ukraina prezidenti Zelenskiy xalqaro hamjamiyatni keskin bayonot bilan hayratda qoldirdi. U AQSh tomonidan Venesuela yetakchisi Nikolas Maduroga qarshi amalga oshirilgan maxsus operatsiyaga ishora qilib, xuddi shunday harbiy amaliy ssenariy Rossiya hududida joylashgan Checheniston rahbari Qodirovga nisbatan ham qo'llanilishi mumkinligini ta'kidladi. Zelenskiyga ko'ra, Qodirov Ukrainaga qarshi urushda bevosita ishtirok etib, tinch aholiga qarshi zo'ravonliklarni ochiq qo'llab-quvvatlab kelmoqda. Ukraina rahbari bayonotida agar xalqaro huquq mexanizmlari samara bermasa, g'arb davlatlari kuch ishlatish variantini ham istisno qilmasligi kerakligini urg'ulagan. Uning fikricha, ayrim siyosiy figuralar faqat kuch orqali to'xtatiladi va Venesueladagi tajriba buni amalda isbotlagan. Zelenskiy bu kabi amaliyotlar Rossiya ichkarisida ham siyosiy va psixologik bosimni kuchaytirib, Kremlning urushni davom ettirish imkoniyatlarini cheklashini aytgan. Mazkur chiqish Moskva uchun bevosita signal sifatida baholanmoqda, chunki Qodirov Rossiya prezidenti Vladimir Putinning eng sodiq ittifoqchilaridan biri hisoblanadi. Tahlilchilarga ko'ra, Zelenskiyning bu chaqirig'i nafaqat Qodirov shaxsiga, balki Rossiya ichidagi kuch manzaralariga ham qaratilgan. Urushning yangi bosqichida faqat front chizig'ida emas, balki siyosiy va strategik maydonda ham keskinlashayotganini ko'rsatadi. Xabar Ukrainskaya Pravda tomonidan e'lon qilindi. Rossiya bilan o'ynashmang, Medvedev AQShga javob qaytardi. Rossiya Xavfsizlik kengashi raisi o'rinbosari Medvedev Rossiya bilan o'ynashmaslikka chaqirdi. U tegishli ogohlantirishni X ijtimoiy tarmog'idagi sahifasida e'lon qildi. Medvedevning bu chiqishi AQSh davlat departamentining avvalroq joylashtirilgan postiga javob sifatida baholanmoqda. Xususan 6-yanvar kuni davlat departamenti o'z sahifasida rus tilida Tramp bilan o'ynamang degan yozuv tushirilgan rasmni e'lon qilgandi. Postga prezident Tramp o'z ishining ustasi, bilmasmidingiz, endi bilasiz degan izoh bilan ilova qilingan. Mazkur xabar Trampning Venesueladagi harbiy operatsiyasini kuzatayotgan paytda olingan surati bilan birga joylangan. Ingliz tilidagi matnda esa g'arbiy yarim shar endi AQSh manfaatlari doirasiga kirishi ta'kidlangan. Bunga javoban Medvedev ingliz va rus tillarida post e'lon qildi. Biroq har ikkala xabar mazmunan bir-birini takrorlaydi. Postlarda Xaloskor Masih ibodatxonasi fonida Rossiya bilan o'ynashmang degan yozuv aks etgan. Shuningdek, Rossiya Xavfsizlik kengashi raisi o'rinbosari izoh tariqasida rus dunyosini pravoslav Rojdestvo bayrami bilan tabriklagan. AQSh Venesuela uchun 3 bosqichli reja ishlab chiqdi. AQSh davlat kotibi Rubio 7-yanvar kuni Washingtonning Venesuela bo'yicha strategik rejasini ochiqladi. Reja 3 ta asosiy bosqichdan iborat bo'lib, u mamlakatni qayta tiklash va neft resurslari ustidan nazoratni o'z ichiga oladi. Bu haqda Reuters xabar berdi. Rubio va urush vaziri Pete Higgs AQSh senatorlari uchun o'tkazilgan yopiq brifingdan so'ng jurnalistlarga rejani quyidagicha tasvirladi. Stabillashtirish, mamlakatda tartib o'rnatish va xaosning oldini olish, tiklanish, Venesuela bozoriga Amerika va G'arb kompaniyalarining erkin hamda adolatli kirishini ta'minlash, 3. O'tish davri hokimiyatni to'liq topshirish jarayoni. Asosiysi hozirda bizda muvaqqat rasmiylar nima qilayotgani va nima qila olishi ustida ulkan nazorat va ta'sir vositalari mavjud. Yakunda o'z mamlakatini o'zgartirish Venesuela xalqining ixtiyorida qoladi, dedi Rubio. Prezident Tramp Maduro ma'muriyatining qolgan a'zolarini agar ular AQSh talablariga bo'ysunmasa, yangi harbiy operatsiyalar o'tkazish bilan ogohlantirdi. Washingtonning asosiy maqsadi Venesuela neftini qo'lga kiritish ekani ochiq aytilmoqda. AQSh Kongressidagi Demokratlar partiyasi a'zolari ushbu rejadan hayratda ekanini bildirdi. Ular ushbu harakatlarni neftni o'g'irlash deb baholadi va nima uchun bunday muhim masalalar ochiq eshituvlarda muhokama qilinmayotganini savol ostiga oldi. Rubio esa brifingda ommaga oshkor qilib bo'lmaydigan operatsion tafsilotlar borligini, biroq asosiy maqsad Venesuela
Venesuelada iqtisodiy barqarorlikni tiklash va AQSh neft kompaniyalari uchun yo'l ochish ekanini ta'kidladi. Ramzan Qodirov uni qo'lga olishga chaqirgan Zelenskiyga javob qaytardi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy AQShga murojaat qilib, Checheniston rahbari Qodirovni ham Venesuela prezidenti kabi qo'lga olishga chaqirgan edi. Qodirov mazkur chaqiriq ortidan o'zining Telegram kanalida Zelenskiyga javob qaytardi. Masxaraboz AQSh hukumatiga meni o'g'irlashni taklif qilmoqda, e'tibor bering. Erkak kishiga o'xshab, hatto o'zim qilaman deb do'q ham qilmadi. Bunday fikrni xayoliga ham keltirmadi. Zelenskiy qo'rqoqlarcha o'zini chetga olib, xavfsiz masofadan turib, uni xafa qilgan dahshatli amakisi Ramzan Qodirovni boshqalar qanday jazolashini kuzatishga qarshi emasligini bildirdi. Bu shayton nimalarni qilib ko'rmadi. Meni qidiruvga berdi, sanksiyalar kiritdi. Endi amerikaliklarga yolvorib, qurol-yarog' bilan yordam bermadingiz, hech bo'lmasa Ramzanni o'g'irlab keting demoqda, deb yozdi Qodirov. Checheniston rahbari Zelenskiyning chaqiriqlari urushni to'xtatish bo'yicha tinchlik kelishuvlarini buzishini da'vo qildi. Eslatib qo'yay, Zelia, dushman respublikamizga kirishi mumkin, lekin chiqib keta olmaydi. O'zing tavakkal qilib ko'rasanmi, dedi Qodirov. Kolumbiya prezidenti Gustavo Petro AQShning Venesueladagi operatsiyasidan so'ng Donald Trampga qarshi chiqib kelib, meni ham qo'lga ol dedi. Kolumbiya prezidenti Gustavo Petro AQShning Venesuelada o'tkazgan maxfiy va ochiq operatsiyalari fonida keskin bayonot bilan chiqib, xalqaro siyosiy maydonda katta shov-shuvga sabab bo'ldi. Uning so'zlariga ko'ra, Washingtonning Caracasga nisbatan olib borayotgan bosimi mintaqadagi suverenitet tamoyilini butunlay yo'qqa chiqarmoqda va Latin Amerikasi davlatlarini tashqi kuchlar idorasiga bo'ysunishga urinish sifatida baholashi kerak. Petro aynan shu nuqtai nazardan AQSh sobiq prezidenti Donald Trampga ochiq murojaat qilib, agar Venesueladagi jarayonlar bahona qilib yetakchilarni hibsga olish siyosati davom etsa, kelib meni ham qo'lga ol degan mazmunda qat'iy pozitsiyani bildirdi. Petroning fikricha, Venesuelaga qarshi amaliyotlar na demokratiyani, na inson huquqlarini himoya qiladi. Aksincha, butun mintaqani beqarorlik girdobiga tortadi. U Kolumbiya hech qachon qo'shni davlat ichki ishlariga aralashish yoki harbiy bosimni qo'llab-quvvatlash platformasiga aylanmasligini ta'kidladi. Prezident bu kabi harakatlar Latin Amerikasida AQShga bo'lgan ishonchni yanada yemirayotganini, tarixiy xatolar esa yana takrorlanayotganini va kuch siyosati muloqot o'rnini egallab borayotganini ochiq aytdi. Mazkur bayonot Petro va Tramp qarashlari o'rtasidagi keskin tafovutni yaqqol namoyon etadi. Tramp davrida Venesuelaga nisbatan sanksiyalar va bosim siyosati keskinlashgan bo'lsa, Petro o'zini mintaqaviy mustaqillik va siyosiy tenglik tarafdori sifatida ko'rsatmoqda. Uning chiqishi Kolumbiyaning tashqi siyosatida yangi yo'nalish, Washingtonga so'zsiz ergashish emas, balki o'z manfaatlari va Latin Amerikasi birdamligini ustuvor qo'yish niyatini anglatadi. Natijada Petroning meni ham qo'lga ol degan chaqirig'i shunchaki hissiy reaksiya emas, balki AQShning Venesueladagi harakatlarga qarshi ochiq siyosiy signal sifatida qabul qilinmoqda. Bu bayonot Kolumbiyani mintaqadagi eng tanqidiy ovozlardan biriga aylantirib, Latin Amerikasida AQSh siyosatiga nisbatan yangi bahslar va qarama-qarshiliklarni boshlab berdi. Putin Ukrainada muqaddas topshiriqni bajargan askarlar bilan Rojdestvoni nishonladi. 7-yanvar kuni Rossiya prezidenti Putin Moskva viloyatidagi muqaddas Georgiy cherkovida Ukrainaga qarshi urushda ishtirok etgan rossiyalik askarlar va ularning oila a'zolari bilan Rus pravoslav Rojdestvo bayramida ishtirok etdi. Bu haqda TASS xabar berdi. Qayd etilishicha, Putin marosimida o'z qo'shinlarining Rossiyani himoya qilishdagi muqaddas topshirig'ini ado etayotganini e'tirof etgan va birlik, xayriya hamda qurolli kuchlarni qo'llab-quvvatlash haqida bayram tabrigi yo'llagan. Ushbu mo'jizaviy bayram dunyoni ezgulik va muhabbat nuri bilan yoritdi. Millionlab insonlarga umid bag'ishlaydi. Avloddan avlodga o'tib ketayotgan ota-bobolarimizning ma'naviy an'analariga daxldorlik quvonchini tuhfa etdi. Rossiya pravoslav cherkovi hamda boshqa xristian konferensiyalarining hamjamiyat birligini mustahkamlash, boy tarixiy asrab-avaylash, yoshlarni vatanparvarlik va ma'naviy axloqiy ruhda tarbiyalashga qo'shilgan ulkan chinakam noyob hissasini alohida mamnuniyat bilan qayd etmoqchiman, degan Rossiya prezidenti. Rossiya rahbari qora kostyum kiyib, galstuksiz harbiylar va ularning oila a'zolari bilan birga bo'lgan va tadbir yakunida askarlarning farzandlari bilan suhbatlashgan. Bugun biz Rojdestvo bayramining yorug' va ulug' kunini nishonlayapmiz. Biz Xudoni ko'pincha najotkor deb ataymiz, chunki u insoniyatni qutqarish uchun yerga kelgan. Xuddi shunday inson askarlari har doim Tangri topshirig'iga binoan vatanni himoya qilish, yurtni va uning xalqini asrash missiyasini bajaradi. Rossiyada har doim harbiylarga Xudo topshirig'i bilan ushbu muqaddas vazifani ado etayotgan insonlar sifatida munosabatda bo'lishgan, degan Putin ibodatxona yig'ilganlarga. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.